O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nurdin Xoliqnazar hazratlari va butun respublikamizdan muborak haj safariga borgan O'zbekiston hojilarining muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevga Qurbon hayiti munosabati bilan yo'llagan tabriklarda ezgulik va ma'rifat targ'ibotchilari tashabbusi, shuningdek 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish deb nomlangan munosabati bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlar bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi 2026-yil 15-iyul kuni Navoiy viloyatining Nurota tumani va G'ozg'on shahrida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasi Navoiy viloyati bosh imom xatibi Temurxon Domilla Atoyev boshchilik qildi. Navoiy viloyati Nurota tumani Cheluston jome masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda O'zbekiston musulmonlari idorasi viloyat vakilligi xodimlari, tuman shaharlar bosh imom xatiblari hamda Nurota tumani va G'ozg'on shahridagi masjid imom xatiblari, otinoylar, haj ziyoratchilari va mahalla fuqarolar yig'in raislari taklif qilindi. Ishchi guruhning vazifalari taqsimlab berildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Navoiy viloyati bosh imom xatibi Temurxon Domilla Atoyev amalga oshiriladigan ishlar ko'lami, ishchi guruh a'zolari hamda imom xatiblar hamkorligining muhim jihatlarini tushuntirdi. Maqsad imom xatibning ma'naviy ma'rifiy hamda masjidni boshqarish yo'nalishlaridagi faoliyatini yaqindan o'rganish, ular bilan birgalikda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish, ularga amaliy ko'mak va maslahat berishdan iborat ekanligi ta'kidlandi. Quyidagilar ishchi guruh faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida belgilandi. Birinchi yo'nalish imom xatiblarning haj ziyoratchilarini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga faol jalb etish, ishiga ko'maklashish, namuna sifatida ishtirok etish. Ikkinchi yo'nalish imom xatibning ustov asosida masjidni boshqarish faoliyatini hamda hujjat yuritish ishlarini yaqindan o'rganish, maslahat va ko'mak berish. Uchinchi yo'nalish imom xatib uchun namuna tarzida peshin namozi vaqtida masjidga kelganlarga ma'ruza qilib berish. Shu maqsadda ishchi guruh a'zolari Navoiy viloyati Nurota tumanining 14 ta, G'ozg'on shahrining 1 ta, jami 15 ta masjidga hamda Nurota tumanining 10 ta, G'ozg'on shahrining 2 ta, jami 12 ta mahallasiga biriktirildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi Navoiy viloyati vakilligi xotin-qizlar bo'limi tomonidan Nurota tumani otinoylari va hojilar bilan birgalikda o'tkaziladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar rejalashtirildi. Tadbir doirasida amaliyotda nazarda tutilgan yo'nalishlar bo'yicha quyidagilar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zosi hamda imom xatiblar o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan haj ziyoratini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda mahallaning eng kamida 5 tagacha muammoli xonadonlarga kirib, u yerda yashayotganlardan hol ahvoli so'radilar. Ularning muammolarini o'rgandilar, taklif, fikr, mulohazalarini tingladilar. Shuningdek, mahallalardagi uyushmagan yoshlar bilan profilaktik suhbatlar, tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borildi. Aholi bilan uchrashuvlarda tinchlik, osoyishtalik, ozodlik va hurlik muqaddas ne'mat ekanligi keng targ'ib qilindi. Imom xatiblar 7 toifaga mansub 60 ta oilaga kirib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. 4 ta xonadonda yot g'oyalar ta'siriga tushib qolgan fuqarolar bilan suhbatlashildi, nasihat qilindi hamda tushunchalari to'g'rilandi. Jazoni ijro etish muassasasidan ozod qilingan 2 nafar fuqarolarga diniy ma'rifiy tushunchalar berildi. Er-xotin, aka-uka, ota-bola, qaynona-kelin o'rtasidagi kelishmovchiliklar va janjallar sababli notinch bo'lib turgan 10 ta oila o'rganilib, ularga nasihat qilindi. Notinchlik sabablarini bartaraf etish, arazlashganlarni yarashtirish choralari ko'rildi. 6 ta holatda arazlashgan, janjallashganlar yarashtirildi. Uy-joy, mol-mulk, meros talashganlar murosaga keltirildi. 11 ta holatda oilaviy ajrimlarning oldi olishga harakat qilindi. 8 ta holatda oila buzilishining oldi olindi. 6 ta xonadonda ichkilik va giyohvandlik domiga tushib qolganlar bilan suhbat o'tkazildi. 11 ta xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbat olib borildi. Ularni qiynab kelayotgan savollarga javob berildi. Ruhiy, ma'naviy barqaror bo'lish yuzasidan tavsiya va maslahatlar berildi. Nogiron va kasalmand, ehtiyojmand fuqarolar, shuningdek tabarruk yoshdagi qariyalar yashaydigan 16 ta oilaga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi. Sovg'a salomlar berildi. Davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordam ko'rsatildi. Homiylar jalb qilingan holda ehtiyojmandlarga 13 million 200 ming so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha O'zbekiston musulmonlari idorasi Navoiy viloyati bosh muhtasibi tomonidan imom xatiblar faoliyati hamda masjidlarning moliyaviy holati o'rganildi. Jumladan ustov asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish, kuz-qish mavsumiga betalofat o'tkazish, quyosh panellarini o'rnatish, yong'in xavfsizligi choralarini kuchaytirish kabi holatlar alohida ko'rib chiqildi. O'rganish natijasiga ko'ra masjidlarda yaratilgan sharoit hamda imom xatib boshchiligida masjidlar jamoalarining faoliyatiga ijobiy baho berildi. Shuningdek, majlis so'ngida O'zbekiston musulmonlari idorasi Navoiy viloyati vakilligi tumandagi 52 ta qabristonlarni va ziyoratgohlarni obod qilish ham burchimiz ekanligi tushuntirildi. Yashil energiya masjidlarining moliyaviy ishlarga doir faoliyatini tartibga solish, ehson nuqtalarini zamonaviy elektron shaklga keltirish, tushumlar
shaffofligini ta'minlash va oshirish hamda muqobil energiya manbalaridan unumli foydalanish bo'yicha zaruriy ko'rsatma va muhim tavsiyalar berib o'tildi. 3-yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga istiqlol bizning taqdirimizda, tinchlik ulug' ne'mat, tinchlik xotirjamlik ne'mati, o'zaro hamjihatlik, oila muqaddasligi, yangi O'zbekistonda inson qadri, shukronalik, buyuk fazilat farzand tarbiyasi, kiber xavfsizlik zamon talabi, qo'ni-qo'shnichilik huquqlari, giyohvandlik jamiyat kushandasi, mazhabga ergashish va yot g'oyalar ta'siridan saqlanish kabi dolzarb mavzularda ma'ruza qilinib, 760 nafardan ortiq tinglovchi qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Nurota tumani va G'ozg'on shahri imom xatiblarning ma'naviy ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berildi.